Xayrli kech hammaga. Qaynoqana postimizni ko'rib kayfiyatlarni ko'tarib olgan bo'lsanglar, bugun men oyimni oldilariga, ya'ni qizligimga mehmonga keldim. Kutib olganlarni qaranglar. Aylanib ketay sizdan onajonim, duganam bilan birgalikda. Mana oshlar qildilar men kelishimga. Voy mashalloh, mashalloh, mashalloh. Biram yaxshi onasiz. Yaxshiyam sizni qizingizman. Yo'q. Rosa sog'inib ketdim-da sizni. Bo'ldi, men endi siz kelib turingda. Bo'ldi, men qolaman endi siz bilan yashayman. Rahmat ona. Biram yaxshisiz. Baribir ona bolasiga boshqacha mehr beradi-da, e'tibori boshqasi. Aylanib ketay onajonim sizdan. Hali shunaqa gaplar. Juda ham sog'ingan ekanman oyimni. Endi ancha kun mehmondamiz.